Bugungi kunda kiberxavfsizlikdagi yangi trendlar nimalardan iborat? O'zi aslida zararli yoki zararli bo'lmasa ham siz yuklab olishingiz kerak emas. Onasini 20 millionga yaqin pullarini o'yinga tikib olgan. Shu meni jo'natadi, sanda mana bunaqa formatdagi zararli fayl bor. Qanday qizil signallarni ko'rgan zahoti ular aloqani uzishlari kerak. Tezkor tartibda pulni to'xtatib qolishga harakat qilishadi. Ekspertlar aytadi, moliyaviy firibgarliklar qayerda rivojlanadi? Ishonchga kirishga harakat qiladi, soddaligidan, ya'ni bosim qiladi. Ushbu firibgarlarning ta'siriga tushib qolish kerak emas. Butun respublika miqyosida ichki ishlar ham, Markaziy bank ham harakat qilyapti. 2025-yil noyabr oyida butun respublika oyoqqa turgan. Har bir fuqaro o'zini shaxsiy ma'lumotiga o'zi javobgar hisoblanadi. Biz o'ch